insonga do'st bo'lmaydigan 4 ta narsa. Birinchisi bu pul. Bugun menda, ertaga esa birovlarda. Ikkinchisi mansab. Bugun men o'tiraman, ertaga esa birovlar o'tiradi. Uchinchisi jazman. Bugun men bilan yuradi, ertaga yana boshqasi bilan yuradi. To'rtinchisi bu tobut. Bugun meni olib ketadi, ertaga esa yana boshqalarni olib ketadi. Xullas, pulga ishonib do'stdan, mansabga ishonib tanish bilishlardan, jazmanga ishonib halol juftingizdan ayrilib qolmang. Chunki ana shu tobut bilan barchamiz birdek yakun topamiz.